Sizni keladigan vaqtingizga bizni почти 7-8 konsultatsiyani atmen qilamiz. Именно перед запись bo'lgani uchun bizda o'zi почти bir hafta 10 kun oldin to'lib bo'ladi joylar. O'shani inobatga olib 2 kun oldin ogohlantirishingiz kerak. O'sha kuni 20 minut qolganda masalan kelolmaydigan bo'lib qoldim deydigan bo'lsangiz, bizda mana bunaqa spiska bor. Shu spiskaga tushib qolasiz. Mana asli qizilda qilib belgilab qo'yganmiz. Mana men bilan hammasi keladigan, yozilgan patsientlar. Birinchi biza keyingi safar yozayotganda mana spiskani qaraymiz, familiya yo'qmikan. Bitta familiya bo'lsa, masalan, keyin biz hech qachon proseduraga olmaymiz. Chunki biz o'sha kuni 7 ta odamni sizni deb atmen qilamiz, olmaymiz. Sizni o'rningizga boshqa odam olishimiz mumkin bo'ladi. O'sha joy zaynib turdi. 2 kun oldin aytsangiz, biz sразу joy odam qo'yamiz, o'sha o'rniga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bizda bo'sh vaqt bo'lib qolish kerak emas-da. O'shuning uchun 2 kun oldin ogohlantirib qo'yasiz.